Qaynanalar sababli qancha narsalar bo'ladigan joylar bor. Erkak kishi bitta odati bor, onasi gapirganda har doim ona tomonga tushadi. Men uni tushunaman, chunki men ayol kishi bo'lsam, onam haq, bu meni onam. Hammamiz uchun xuddi shunaqa. To'g'ri qabul qilish kerak, lekin o'sha qiz sizni o'g'lingiz uchun kelyapti-da. Aynan sizni farzandingiz orqasidan sizga farzand bo'lib kelyapti. O'zini ota-onasidan kechib kelyapti, uyidan kechib kelyapti. O'shani qabul qilish kerak deb o'ylayman. Har birimiz ayolmiz, o'sha qaynanalar ham ayol. Qachondir kelin bo'lgan. To'g'risi, o'ziga masalan qaynanasi yomon munosabatda bo'lgan bo'lishi mumkin. O'sha narsani men ham qilaman kelinimga deydiganlar qaynanalar bor. Menda o'lmaganman deydi-ku, eshitganmisiz? Menda bo'lgan, hech narsa bo'lmagan. Bo'lgan shunaqa qaynanalar haqiqatdan. Esa hozir oldingidek emas. Hozir qizlar ko'tara olmaydi uni. Men qizlar tomonga o'tmoqchi emasman. Qizlar bor, haqiqatdan o'sha ayollarimiz aytayotgan. Men o'zim bir xillar qizlarni ko'rib ensam qotadigan qizlar bor. O'ta bachkinali. Bor unaqa qizlar. Lekin chaq qizlarni ham kelinlarni ozgina tushunish kerak deb o'ylayman-da. To'g'ri qabul qilish kerak-da, Behruz. Masalan, ertaga o'zingiz ham uylansangiz, tasavvur qiling, oyingiz kelib yomonlayaptilar, ayolingiz yomonlayapti, yo'g'ingda ayoling bundoq qilib, siz onangizga ishonasiz-da. O'sha ayolingizni xafa qilasiz, bir kun xafa qilasiz, 2 kun xafa qilasiz, ayolingiz sizdan ko'ngli qolishni boshlaydi. O'sha keyingi safar sizga biron narsani aytmaydi ham. Masalan, onangiz bilan biron bir konflikt bo'lsa ham aytmaydi. Chunki uni yoniga siz tushmasligingizni biladi-da, aytmaydi. Siz bir kunki o'zi Allohim shundoq qilib qo'yadi. Prosta guvoh bo'lib qolasizda, kim tomonidan o'tganini shunda bilib qolasiz. O'shanda kech bo'lib qoladi prosta. Endi hamma kelinlar deb aytmayapman, ayrim kelinlar, ayrim qaynanalar haqida gap ketdi. Hamma bir xil emas, zo'r qaynanalar ham bor, zo'r kelinlar ham bor.